Assalomu alaykum. Xitoyda pora olgan amaldorni qatl qilishibdi. Bizda ham mana shunaqa qilsa korrupsiya ancha kamayardi. Bu o'lim xavfi bo'lgani uchun pora olmas edi, qo'rqardi. Olsa ham o'lim xavfi ostida oladi. Bu juda ham oila yo'qotadi, hamma hayotini yo'qotadi. Chunki pora olmaslikka kurashilardi. O'lim jazosini berish kerak pora olganlarga. Qanaqadir qismiga misol. Masalan, $1000 misol, qanaqadir qamoq jazosi. $5000 yana undan ham ko'p qamoq jazosi. O'sha $5000 ko'p olsa, onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatish kerak. Yo pajizini berish kerak, yo shunda odamlar iymoniga putur yetmaydi. Ertaga oxiratda ham o'ylamasdan majbur qilyapti odamlarni pora berishga. Mana yetmas edimi, mayli endi. Bu mali ishlarini bitirishga pora berilgan. 90-yilning boshida mana arest qilishgan. Uyushgan jinoyatchilikka boshlovdi. Endi pora berib meni qutqarib olishgan. Bo'lmasa ularga nima? Shunda qilsa qamoqqa yuboradi ular. Davlat tomonidan tasdiqlangan rekord deb hazillashaman ministr o'rtoqlarimga. Chunki ularga pistolet bergan, udostvoreniyni bergan qamoqli ular uchun, qonunli ular uchun ishlaydi. Shunaqa iflos, ablah, ali poraxo'r, xotin yosh qizlarni buzadigan, o'qishga olib kiraman deb yo'q zachotni qo'ymay majbur qiladigan ifloslarni jazosini berganman men. No, qonun doirasida bo'lish kerak deyishadi. Qonun hamma yo'ni soqqa bilan yopib tursa, aka-ukasi hali ko'p sut ichganlar kirib olgan bo'lsa hamma yoqqa. Hojiboy aytadi, ko'p mol ichib yotib urgan. Mol sut ichgandan keyin mol bo'ladi deydi-yu, xuddi shunaqa mollar bor. Suvni narxini oshirib qo'ygan, Brejnev paytda hech nima oshmagan. Necha yil kommunist partiyani как prezident bo'lgan. 17 yil Brejnev payti bo'lgan men yoshligimda. Bir marta suv oshmagan. Odamlar 7 ta bolani katta qilganlar. Uchastka qurganlar. Uyimizda 4 ta 5 ta qo'y bo'lardi. Uzum, hamma narsa bor edi. Hozir topgan pulim yeyish mashinadan ortmaydi to'lash bilan. $4000 rasxod qilaman Amerikada. $1000 oilamga jo'nataman. Yetmaydi baribir. U chiqadi, bu chiqadi, hali u to'y qilgan, to'yini bergan deydi. Hali u deydi, mazam bo'lmay dori kerak deydi. Dorilar qimmat. Ko'cha to'la apteka. Bittasi chet eldan kelib O'zbekistonni maqtashyapti, bir bor ko'raydi. O'zbekistonga borib kutyapti deydi bolalar. Aylantirib yursa, hamma aptekamiz. Hayron bo'libdi. Keyin savol beribdi. Oyna debdi. O'zbekiston yo'qmi maqtaysizlar? Bu yerda hamma odam kasal ekan-ku deydi. Nimaga unaqa deyapsa, faqat aptekani ko'rib olmadirmish. Bu ham yengandiki o'tlardan. Hayotdan kelib chiqadi bu andiki o'tlar ham. Так что kasal bo'lmaylar. Ruschasiga aytadi, дай бог вам здоровья. Bitta bolalar o'qishga ketyapti. Shuning uchun aytaman, bir xilda jahlim chiqadi, bir xilda kulgim qisiydi, bir xilda xafa bo'lib ketaman. Men nima Amerikada yuribman? Shu yetishmovchilik bo'lmasin, bolalarim yaxshi yesin. Bizning otamiz shunaqa boqqanlar. Qo'y go'shti, qo'y yo'g'i qaziqatda katta bo'lgan biza. Bir xil odamlar shunaqa vaqt bo'ldiki, bitta talangi noringa olmagan meni. Bitta uyda turib. Nimamish siz norin to'ramadingizmi? Ama ishga shoshib turgan bo'lsam, uxlab, boshqa qilib chiqib ketishim kerak. Sal o'sha paytda boshlagan bo'lsalaring, men uyqumni harom qilib turib norin to'ramayman u. Bo'lmasa norinda katta bo'lganman. Xolodilnikka bosib qo'yib bitta talinkaga olmadi. Aka, meni tatib ko'ring, bir og'iz teysizam demadi o'sha bolalar. Kimligini o'zi biladi, agar ko'rsa, eshitsa. Insof bersa, o'shalar ham namoz o'qib yurgan bolalar edi. Men bir talinki norimga zor emasman. Ko'ngil uchun, ko'z uchun. Bir ko'zim tushgan meni, ya yaxshi to'g'ri olsizlar desam, menga kelsam
bo'lib olishibdi-da, o'zingizcha o'rab qo'yib, tavba qildim, ko'z ochdi, ko'z och. Nafs yaxshi emas. Ko'z to'qmas. Bir mamunchi idish, keyin bir oiladan keyinmi bir meni ko'rgan ikkita bola keldi. Nyu-Yorkdan kirib, Nashville'ga kirib meni ko'rishga kirgan edi. Bir pasda hali joyda norum bilan qazidan to'rib olib kelyapti o'sha odam. Men aytdim, "Yo, astag'firulloh" dedim. Bu anu bolalar aytadiki, "Voy suratiga bizani zo'r kutib oldi, sizni hurmatingiz zo'r ekan" deb haligini maqtayapti bo'ladi. Bilmaydi u qanaqa odamligini. Yomon emas u odam. Ko'zi och. His to'qmas. Nafs to'qmas. Nafs to'q bo'lish kerak. Shu meni gapim. Insonlar, yoshlar xushuyasida ko'rganini qiladi deydi-yu. Ko'jingda to'q bo'lish kerak. To'q o'tsanglar, mana men degan narsani oldida ham bemalol o'tirasizlar. Meni rahmatli bolam shunaqa edi. Hali o'rtog'im bir kun mehmon kelganda, mehmonga boruvdik. O'g'limga bunday olmani olib berdi deb, katta olmani olib, "Aziz, men senga, men" desa, o'g'lim ham da miyig'ida kulib, "Yemayman. Bizning uyda har kuni yeyman buni." Xuddi mana, ko'rdingizmi javob bu. Bu mensimaslik emas. Ko'z to'q. Bizning otamiz ham shunaqa katta qilganlar. Shu qazilarni to'rab, laganga olib solib qo'yardilar. Aro kalla pochalar solib, bunday osh yesa, qo'y go'shti, qo'y yog'ini yerdi. Agar sal ozgina ko'proq suzib yuborishgan bo'lsa, og'zini ochtirib, oshlatardilar adam rahmatli. Nonlarni botirib, qo'y yog'iga bo'lgan yog'iga bunday botirib qo'yib, go'sht ilikni bunday qoqardilar. Qani kim u gala deb ilik berardilar. Otam rahmatli. Ya o'zim yeysim demas edilar. Shu bolalarim yesin, mana shunaqa qilib qoqib 7 ta bola bo'lganmiz. Hammamiz Xudoga shukr. Birovda kam joyimiz yo'q, birovdan ko'p joyimiz yo'q. Alloh o'sha o'rta adam yetarli rahmatli. O'rtada yurlaring. O'rta bo'llaring. Ochib boshib ham ketmalaring, tushib ham ketmalaring. Allohga shukr, behisob mana hamma ukalarim shunaqamiz. Bu meni yoshlarga maslahatim deydimi, qanaqa kim to'g'ri olinglar-da, faqat fikringlar to'g'ri bo'lsin har doim. Kimni kallasi baxtli odam, eng baxtli odam, fikri to'g'ri, hamisha dili pok, fikri to'g'ri odam baxtli bo'ladi. Bilib olinglar buni. Yana ko'rishamiz. Ko'p gapiradigan gaplarim bor mana.